otam aytardilarki, o'g'lim, oilada bitta odamga beradi baraka. Va hammani barakasini qo'shib beradi. Hammani pulini beradi. Aka-ukalaring, opa-singillaring, yaqinlaring haqqini ham senga beradi. Yoki bunga bokenga beradi. Agar o'sha to'g'ri yo'lda ishlatsa, ziqnali qilmasa, Sizlar o'sha aka-ukalariga e'tibor berib qarasa, e'tibor bersa, u davomli beraveradi Xudo. Davomli. Agar pul topib faqat o'zini xotinidan ortmasa, faqat o'zini qaynota-qaynonasidan ortmasa, o'zi bir nima deydi, alohida bir kontora sifatida bo'lib, aka-ukalardan ziqnali qilsa, Xudo olib qo'yib boshqa farzandga beradi. Shuning uchun qancha aka-ukalaringga to'g'ri yordam bersang, beraveradi, davom ettiradi. Otam ko'p gapiradi.